Dilimiz Farg'ona, Qumariq. Assalomu alaykum. Aka, qizimsiz? Assalomu. Dorozamiz yo'qdimi? Yaxshi, mana Xudo xolasa zavodlar yaxshi chiqdi. Ideal holatda bo'ldi. Ideal holatda hamma shunaqa qilib qurilsa bo'laveradi. Xudo xolasa mana bu asosiy darvozamiz, kirish qismi 1,5 ocha bo'ldi o'rnaganiga. 1,5 ocha oldingi sinfga qilib bergandik. Ishimiz ideal holatda chiqqani uchun akamiz yana bitta zakaz berganlar, ichkariga o'rnatganmiz. Uni ham o'zi bir qator obzorlarni qilib beramiz. Darvozamiz high-tech dizayndagi darvoza bo'lgan, 2 qavatli variantda shumkali holatda yasaganmiz. Darvozaning o'zini razmeri kichkina bo'lgani hisobiga ikkita yoniga, tepasiga adnelishga qildik. Tashqi ko'rinish dizayndan katta ko'rinishli uchun juda ham ideal holatda bo'ldi. Holatlari ham zo'r holatda turibdi. Kirish qismini o'ng tomondan qilib berganmiz. Yopilishlari ham yengil holatda yopiladigan bo'lgan. Darvozani ichki tomondan ham ko'rsatamiz. Kiravering to'g'ri. Bu darvozamizni orqa ko'rinishi shunaqangi holatda chiqadi. Xo'p, ikkinchi darvozamiz bu tarafga garaj qismiga o'rnatdik. High-tech shtampovka pechat darvoza. Bu orqa ko'rinishlari zo'r qilsam, mashinani ham joylab qo'yibdilar. Yo'q, bu mashina narigi mashinaning joyi. O'zi yopib, darvozamizni ko'rsatamiz. Darvozamiz uy ichiga maxsus mashina uchun garaj qilib qo'yishgan ekan. Bijotiga ham zakaz qilishdi. Shtampovka pechat darvozadan qo'yib berdik. Hop, uyni yaqinda travertin qilishadigan, shunga